Assalomu alaykum hurmatli kalitchilar. Anchadan beri video qila olmayapman. Ozgina vaqtim yetishmayapti. O'shaning hisobiga tez video qo'ya olganim yo'q. Video qo'yishimni so'rabsizlar. Ko'p savollar yig'ilib ketgan. Hammasini yig'ib berdim. Bugun bitta video qilishga harakat qilaman. Shunga savollarni yozib olganman. Tez savollarni javoblarini aytib berishga harakat qilaman. Menga sog'lik so'raganlarga, ahvolimdan xabar olib turganlarga hammasiga rahmat aytib qo'yaman. Juda ko'pchilik so'ragan, yaxshi bo'lib ketdingizmi, tuzaldingizmi? Allohga shukr, hammasi yaxshi. Hammasi zo'r. Tak, boshladik. Bo'lmasa birinchi savolimiz, kalit kasalligi nima debdi? Yarali kalit bu yog'on ichakdagi surunkali kasallik. Tak, ikkinchi savolimiz, kalitning birinchi belgilari qanday bo'ladi? Ich kelganda qon aralash yering kelishi, ich tez kelishi, vazn yo'qotish, ya'ni ozib ketish ehtimollari bo'ladi. Doimiy charchoq odam his qiladi. Endi boshlanish shunaqa qilib boshlangan, keyin bu alomatlar kuchayib ketaveradi. Uchinchi savolimiz, kalit yuqadimi? Yo'q, bu yuqadigan kasallik emas. Kalitdan butunlay tuzalsa bo'ladimi debdi. Dorilar bilan kasallikni nazorat qilib ushlab to'xtab turish mumkin, ya'ni remissiyada yashash mumkin ekan. Dorilar ta'sir qilmagan holatda operatsiya yo'li bilan davolanar ekan. Operatsiyada ham 50 masalan 100 ta odamdan 50 tasi tuzalib ketsa, 50 tasida asorat qolish ehtimoli bor ekan. Tak, kalitning sababi nima debdi? Aniq sababi ma'lum emas. Bu irsiy kasallik emas, bu joydan kelib qolgan kasallik emas. Bu har doim taxmin qilinadigan javoblar. Bunga stress, noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimliklar, gazli ichimliklar va hokazolar. Aniq sababi hech kimga ma'lum emas. Kalit bilan nima yeyish mumkin debdi. Kalit kasalligida aynan bir narsani yeyish mumkin emas deb bo'lmayapti. Chunki hamma odamning organizmi har xil bo'lganligi uchun hamma o'zi uchun retsept, ratsion deydimi, ratsion yaratib olish kerak bo'ladi. Yeb ko'radi, yoqmadimi, значит, bu ratsionni olib qo'yadi. Yeb ko'rdi, yoqdimi, o'shani olib qo'yib yesa bo'ladi. Glavniysi juda achchiq, juda shakarli, yog'li, spirtli ichimliklar mumkin emas, gazli ichimliklar mumkin emas. Sut mahsulotlari ham noto'g'ri ta'sir qiladi. Stress kalitga qanaqa ta'sir qiladi debdi. Bu juda yomon ta'sir qiladi. O'zi kelib chiqishi ham o'shandan bo'lish ehtimoli bo'ladi. Agar kalit kasal bo'lib yurgan bo'lsangiz, stress depressiyaga tushadigan bo'lsa, bu asoratlarni ham, kasallikni o'zini ham tezlashib ketishini ta'minlaydi. Stressga tushmagan yaxshi. Bu albatta o'zimiz qo'limizda emas, shunga harakat qilishimiz kerak. 9-savol. Kalit saratonga aylanadimi debdi. Bu saratonga aylanishi juda kamdan kam holatlarda, bu juda ko'p yillar kasallik bilan og'riganda, yilni men ayta olmayman, balkim 10 yildir, balkim 15 yildir. O'sha payti saraton kasalligiga aylanishi mumkin ekan. Ungacha aniq emas. Tak, 10-savolimiz, kolonoskopiya og'riqli bo'ladimi? Bu juda ko'p beriladi bu savol ham. Agar buni o'zi og'riq qoldiruvchi nima deydi? Buni og'riq qoldiruvchi deydi, adashmasam nomini eslolmadim, sedatsiyami deyiladi adashmasam. Shunaqa dori bilan qilinsa, og'riqsiz, siz hech narsani sezmaysiz, uxlagan holingizda kolonoskopiya qilinadi. Agar bu albatta sal qimmatroq bo'ladi. Agar dorilarsiz qilinadigan bo'lsa, og'riqli bo'ladi. Men o'zim qilmaganman, lekin dorisiz qilingan odam bilan gaplashganimda juda yomon degan. Tak, 11-savolimiz, kalit bilan sport qilish mumkinmi? Bu odamning o'ziga bog'liq. Ya'ni siz sport bilan shug'ullanib yurgan bo'lsangiz, dars shug'ullansangiz bo'ladi, faqat juda nagruzkali sport bo'lmasa bo'ldi. Qolgani bemalol. Yengil sportlar o'taveradi. Tak, kalit bilan ro'za tutish mumkinmi debdi. Bu ham odamning o'ziga bog'liq. Men o'zim tutganman ro'za. 1 yil yaxshi bo'lgan. Keyingi yil tutganimda bu sal noto'g'ri ta'sir qilgan menga. Ochlik ham juda foyda bermagan. Lekin 1 yil juda mazza qilib tutganman. Tak, kalit kasalligi irsiymi debdi. Yo'q, bu to'liq irsiy deb bo'lmaydi, lekin yaqin qarindoshlari orasida bo'lgan bo'lsa, masalan, otasida, onasida, bobosida shunaqa kasallik bo'lgan bo'lsa, bolalarda kelib chiqishi ehtimoli 1000 dan 1 shunaqa, juda kam. Tak, kalit bilan yashash mumkinmi debdi. Mumkin. Men hozir to'liq qancha odamlardan qanchasi yashayotganini aytib bera olmayman, lekin bu kasallik butun dunyoda juda ko'p odam yashayapti. Bu o'lib ketadigan kasallik emas. Faqat to'g'ri ovqatlanib, odam o'ziga qarab yuradi, bemalol yursa bo'ladi. Bu nima deydi? Stressni o'ziga do'st qilib olganlarga aytilayotgan gapda, bemalol yashaysiz, o'ylamang. Tak, 15-savolimiz, tak, operatsiya qachon kerak bo'ladi? Operatsiya qachon kerak bo'lishini
bu ham odamni o'ziga bog'liq bo'ladi deb o'ylayman, chunki dori ta'sir qilib turgan paytda operatsiya qilish noto'g'ri bo'lib qoladi. Agar o'zi dorilar ta'sir qilishi to'xtaganda, sizda ahvol juda og'irlashib qolganda borib operatsiya qilishga harakat qilish kerak. Qo'shimcha qilib ketaman. Tabib yana bir balo o'to'lanlar bilan tuzalmaymiz. Doktor. Buni juda yaxshi tushuna olinglar degan harakat qilaman har doim. Juda odam tushuna olsin, bu kasal tabib kasalligi emas. Tak, keyingisi kalit bilan farzand ko'rish mumkinmi? Albatta ko'rish mumkin. Bu o'zim ham kalit kasalligi nima deydi, kalit kasal bo'lishimdan oldin bitta farzandim bor edi. Hozir yana ikkita farzandim bor. Ya'ni kalit kasal bo'lganimdan keyin ham даже operatsiya bo'lganimdan keyin даже yana ikkita farzandli bo'lganman. Buni farzandli bo'lishga mana shu yo'q. Tak, qaysi tahlillar topshiriladi? Qaysi tahlillar? Men esimda qolganlarni aytib beraman, balki ko'p bo'lishi mumkin. Qon tahlillari topshiriladi, analizlar ya'ni. Axlatdan analiz topshiriladi. Tak, kalprotektin degan narsa topshirilar ekan. Buni hozir yozib oldim-da. Tak, kolonoskopiya, biopsiya deydi. O'sha narsani topshirish kerak bo'ladi. Bu spes kattaroq bo'lishi mumkin. Men esimda qolganlarni yozib oldim-da hozir. Tak, 18-chi kalit va kron kasalligi o'rtasidagi qanday farq bor? Bu kron kasalligi ham o'zimizda ko'p ekan. Ko'pchilik telefon qilishganda gaplashib bilib qolamiz. Buni javobini men o'zim bilmayman. Hozir buni yozib oldim. O'shancha o'qib beraman. Yarali kalit faqat yo'g'on ichakni zararlaydi. Kron kasalligi esa ovqat hazm qilish tizimini istalgan qismiga ta'sir qilishi mumkin. Menimcha javob tushunarli bo'ldi. 19-savol. Tak, kalit davolash qancha vaqt davom etadi? Kalitni davolash qancha vaqt davom etadi? Bu surunkali kasallik, bu juda ko'p uzoq muddat davolash talab etiladi. Buni yili, oyi noaniq. Keyingi savolimiz. Tak, 20-savolga. Kalitdan qo'rqish kerakmi? Yo'q, bundan qo'rqish kerak emas. Prosta ertaroq tashxis qo'yib, ertaroq kasalni shu kalitligini bilib, shunga qarab davolanib ketaverish kerak, nazoratda bo'lib turish kerak bo'ladi. Bu juda emas. Qo'rqadigan kasallik emas aslida. Tak, menimcha bo'ldi. Tak, yana savollar. Bunisiga yana boshqa savollar qolibdi. Buni javoblari sal ko'proq bo'ladi shekilli. Xudo xolasa qolgan savollarga ham javob berishga harakat qilaman. Kuzatib turingizlar. Eslatib o'taman. Instagram niklarni qoldirib ketaman. Podpiska qilib qo'yingizlar. Telegramda gruppalarimiz bor. Kasallarimiz yig'ilib bir-biri bilan gaplashib, kim qanaqa doktorga bordi, nima bo'ldi, shular haqida so'zlashib, maslahatlashib ketamiz.